Amerikada sərgərdanğa aylanğan bir Uyğur yaş. İftixar ata-anasının iftixari və ətibarlıq oğlu idi. 2013-yili Ürümçidə to'liq o'rta maktabni a'lo natija bilan bitirgandan keyin Beyjingdagi bir oliy maktabga o'qishga kirdi. Oliy maktabda əmdili bir yilni tamamlagan İftixar yoshlar orasidagi Amerikaga chiqib o'qish to'lqinining ta'siri bilan Beyjingdagi oliy maktab o'qishini tashlab 2014-yili Amerikaga keldi. U o'qishnoma bilan Virjiniya shtatida 3 yil yashaydi. Bu 3 yil jarayonida uning bilan teng yoshdagi bir Uyg'ur do'sti zahar chekish sababidan o'lib ketdi. Bu ishdan cho'chigan İftixar shu fojia yuz bergan Virjiniyani tashlab 2017-yili Nyu-York shahriga keldi va Xitoylar ochgan elektronlik o'yinxona, ya'ni bir kasinoda ishlaydi. U bu jarayonda oz to'la pul tepib, ota-onasini xush qiladi. Keyin bara-bara zahar chekishga o'ginib qilib, topgan puli yetmay, har xil bahonalar bilan ota-onasini aldab, ularning havolasi va kapolati bilan boshqalardan pul qarz oladi. Keyin ham ish o'rnidan qo'g'lanadi, ham boshqalar uningga qarz bermas holga tushib qoladi. Ish o'rnidan qo'g'langandan keyin ochiqqa paylamay burun ishlagan yerga o't qo'yib yetadi va shu sababdan turmada 1,5 yil yotadi. Turmadan chiqqandan keyin uy makonsiz sargardonga aylanib, ko'cha va bog'chalarda yetib yuriydi. Bu gerçi bek umumliqqa ega bo'lmagan ayrim ahvol bo'lsa-mu, ammo u haqiqiy yuz bergan ochiq bir sarguzashta bo'lib, amdili 29 yoshga kirgan bir Uyg'ur yoshning Amerikaga kelib 10 yildan keyin aslidagi bir oliy maktab o'quvchisidan hozirgidek uy makonsiz sargardonga aylanishi har bir Uyg'urni o'yga solmay qolmaydi. Bu zodi kimning savalligi? Ota-ona bo'lguchininmi? Shu shaxsning o'ziningmi? Uyg'ur jamoatiningmi yoki biz yashayotgan bu jamiyatningmi? Gerçi uning sababi har xil bo'lsa-mu, hamma tarafning oz to'la mas'uliyati bor deyishga bo'ladi. Halbuki, eng chong xatolik yanıla shu shaxsning o'zida bo'lib, hozir uning badalini shu shaxsning o'zi va uning oilasi o'tayotadi. Navbat kelganda uning badalini hatto butun Uyg'ur jamiyati va muhojiratdagi Uyg'urlar o'tishi mumkin. İnsan zahar chekishga o'ginib qolganda har xil benormal alomatlar ko'riladigan bo'lib, eng muhimi insonning sog'lom tafakkur qilishi ig'ir to'salg'iga uchraydi. G'urur va vijdon deganlar bara-bara yo'qaydi yoki zaharlik chekimlikning xumori tufaylidan g'urur, vijdon degandeklarga bak e'tibor berib ketmaydigan bo'ladi. Yolg'on hikoya to'qib odam aldashga, boshqalarni ta'sirlantirishga usta bo'ladi. Burun höddüsüdün çıqalaydigan xizmetlerinin höddüsüdün çıqalmaydigan, şu zəhardan başqasıga qiziqmaydigan boludu. Zəharlik çekimlik Amerikada cümleden dünyanın nurgun jaylarida iğir bir ictimai hadise bulup, o kişilerinin bulupmu yaşlarının hayatıga iğir təhdid edip kelyatqan ciddi bir ictimai meselege aylanmaqda. Amerika düşünün qabahatlik düşkə aylanıb qalmaslığı üçün ata-analarının və ətrafıdakilərinin hər daim balalarga köz qulaq bolishi, ularning nima o'ylab, nima qilayotganligiga ko'ngil bo'lishi, masala bayqaganda ularga qarg'ularcha tarbiya qilmay, kuyunib, mas'uliyatchanlik bilan ish ko'rishi nihoyat muhim. Ko'chkunda yashayotgan Uyg'urlar bo'lish sifatimiz bilan bir-birimizga ko'ngil bo'lish, shundaqla mas'ul bo'lish har birimizning bir qarindoshlik va vijdon burchimizdir.